bizning bu ojizlik ila, xokisorlik ila, gunohlarimizdan qo'rqqan holda, bo'yinlarimizni ekkan holda, qalblarimizni huzun egallagan holda, ya Alloh, o'zingga ojizlik ila xalqimiz bilan aytgan 10 milliarddan oshiq istig'forimizni 100 milliarddan ziyod istig'forlar, behisob istig'forlar o'rnida qabul ayla, ya Alloh. Parvardigor olam, ag'ithna, ya Alloh, yomg'ir yog'dirgin, ya Alloh, yomg'ir yog'dirgin, ya Alloh, yomg'ir yog'dirgin, ya Alloh. Havomiz iflos bo'lgan bo'lsa, qalbimizning kirligidandir. Avvalo qalbimizni poklagin, so'ngra havomizni musaffo qilgin. Ya Alloh, qalblarimizni tozalagin, havoyimizni tozalagin, gunohlarimizni tozalagin, ya Alloh. Biz gunohkor va ojiz bandalaring, sening rahmatingga, avfinga, lutfu marhamatingga muhtojmiz. Bizlarni kechirgin, ya Alloh. Bizlarni avf et.